Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 21-avgust 2026-yil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bekobod qishlog'idan kelgan akamizlar bo'lgan chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni idishlarga polni shimizda latsa qildik. Poliga esa mana bu holatdagi rezinkalar tashlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda. Bu joylar penaplex konteyner pollari ham qo'yilgan. Rezinkani bir yoni silliq, bir yoni tanga holatda bo'ladi. Qolgan tomonni qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Akkumulyator zashta qiladigan sandiqchalarni mana ko'rishingiz mumkin. Ichiga arqon chapga ichkarasi quradi. Alohida kalitlari ham bor. Mana ichida yonidan akkumulyator to'sadi. Bu holatda qulflanadi. Sandiqlar albatta alohida ham sotilaveradi. Rezinkasi ham alohida sotiladi. Alohida mana bu laboga qo'yganmiz dugalari bor. Mana shunaqa dugalari ham bor. Tomiga mana bunaqa bagajlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana ikkinchi raqamimiz mana. Manzil Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatlar ichida chiroyli o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga lab olgan aka-ukalarga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.